Tabiatning eng shifobaxsh ne'matlaridan biri bu asaldir. Uning yoqimli hidi, shirinligi bir tomonda ta'riflansa, ming dardning shifosi sifatida qadri ham xalq tabobatida va zamonaviy tibbiyotda ta'kidlab o'tilgan. Chunki asalning tarkibida insoniyat uchun nihoyatda foydali va shifobaxsh bo'lgan 100 dan oshiq modda va vitaminlar mavjud. Ana shunday tabiiy ne'matni hosil qiluvchi asalarichilik faoliyati esa bugun viloyatimizda keng tarqalgan desak xato bo'lmaydi. Har bir hududda bu faoliyat bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizni uchratamiz. Qorovulbozor tumanining Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Nigora opa Azimova ham asalarichilik oilalariga daromad kiritayotganini ta'kidlaydi. Hamyurtimizning aytishicha, 2001-yilda oila vakillari 2 yashik asalari qutisi bilan faoliyatlarini boshlashgan. Hozirgi kunda ular soni 45 taga yetgan. Bir yilga 4 marta olamiz asal. O'tgan yili 70 million daromad qildik. Bu yil Xudoga shukr, mana 45 taga yetdi. Bu yil yana ko'paytirmoqchimiz. Buni sonini 80 taga boradi. Bu yil o'g'lim shug'ullanadi. O'zim qarayman, dadasi qaraydi. Yordam beramiz. Bozorlarga beramiz o'zimizni. Kuni qishliklarga beramiz. Daromadimiz undan ham ziyodroq bo'lishga harakat qilamiz. Asalni qo'ni-qo'shnilarga yetkazamiz. Ayni kunlarda esa qirlarga ularni ozuqa uchun chiqarganmiz va bu yil ham barakali asal olishni niyat qilganmiz, deydi opaxon. Baraka esa albatta ana shunday mehnatga muhabbat ortidan kelishi shubhasiz.